Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar. Bugun ko'pchilik qush boqadigan birodarlarimiz iltimosiga binoan bola boqayotgan qushlarga kasha tayyorlash jarayonini o'rgatishlikni niyat qildim. Boshlanishiga endi hozir sekin etib shu turib ketaman, xudo xohlasa. Kasha o'zi nima, qanaqa tayyorlanadi, necha minut qaysi biri qaynatiladi, Alloh nasib qilsa. Xo'p, hozir sizlarga kameraga qanaqa ko'rsatamiz buni ko'ramiz. Hop, bu yoqda hozir mana qaynatilgan guruch, qaynatilgan pishinon, keyin qaynatilgan tuxum. Shu 3 ta narsa bor. Keyin makka. Endi makkani xomi dumbul bo'ladi-ku, bizda endi vodiyda dumbul deydi. Dumbulda shu solinadi. Xo'p, endi bunga qo'shadigan narsalarimiz. Qushlarga beradigan kasha bor-ku, qushlarga beradigan kashani bir qoshiq qo'shamiz. Keyin vitaminlari bor. Vitaminlaridan bugun xudo xohlasa dushanba ekan. Ma'lum darajasini qilib qo'yganman. Uning darajasida bugun emisa ekan. Emisa qushlarni nimasiga vitamin D3 ko'proq parvozda boqadigan odamlar bo'ladi-yu. Shunga o'ta zo'r qo'l keladigan narsa. Quyosh tegmaydigan qushlarga shu emisa o'ta zo'r foyda beradi. Asosiy nimasi shu quyosh o'rnini to'ldirgani. Buni bitta qoshig'i, bitta nektonni qoshig'i 150 gram yakka ko'rimga. O'rtacha hisobda maniga tarozi tortib ko'rsam 1 kiloni yo'q berdim, Alloh alam nima bor. 10 ta solish kerak. Yo'q. 7 taniga solamiz, xudo xohlasa taxminan. 1 2 3 4 5 6 mana 7 bu savdo 8 ta. Lekin bizga yoqmaydi, Alloh xohlasa. Nekton emisa. Buni endi hammasini ko'pchilik qoshiqda aralashtiradi. Men qo'limda aralashtirganim nimasi? Namligini bilib turasizda, bir hani o'rchasiga aytganda raspishti deydi-ku. Masalan, qo'l bo'shaganda kasha yopishmasligi kerak, shunday darajada qaynagan bo'lishi kerak. Ko'p qaynatib olib, kasha qilib bo'tqayim qilib berilmaydi. Misol uchun nima deydi? Hammasini o'zini Alloh alam sizlarga hozir nimani aytib ketay. Kasha qaynatish jarayoni. Xo'p, qaynagani qozonchaga, kichkina qozonchaga suv qo'yamiz. Keyin u narsa qaynab chiqdi. Suv qaynab chiqqandan keyin birinchi guruch solamiz. Odamlarga ba'zi misol uchun guruchlar bo'laveradi. Lekin bozorga chiqsalaring, bozorda bizda tekka deydi. Guruchni sinadi. Shu guruchni sinadini olsalaring yaxshiroq. Ham ozon bo'ladi, budjetli bo'ladi. Keyin yana ham budjetli bo'ladi, ham yaxshi. Sinig'ida yaxshi. Keyin o'sha guruchni solinadi. Guruch 3 minut qaynagandan keyin nima qilinadi? Pishinon. Yoki shu qaynatiladi. Bu degani guruchimiz 6 minut qaynaydi, pishinonimiz 3 minut qaynaydi. Bu solayotgan narsa makkani uni. Agar mabodo kashamiz salgina namlik oshib qolsa, nima bilan makkani undan salgina quruqda yaxshi. Qo'limga guruchlar yopishib qolmayapti. Chiroyli bo'lib oxirida aralashdi. Degani o'sha me'yoriga keldi. Men odatda shunaqa beraman. Endi kim qanaqa beradi? Yani o'sha
endi ko'pchilik bu narsaga yana shirkat qo'shadiganlar bor ekan, so'zni qo'shadiganlar bor ekan. Men asosan shu agar dumpi qo'shaman. Qolganlari endi misol uchun menga nima emas. Qushlarni ichida ko'pchilik o'tib qo'yganligi uchun misol uchun ko'pchilik ko'kat qo'shadi. Ko'kat o'rgatgan o'rgangan qushlar bo'lsa mumkin. Lekin o'rganmagan ko'katga esa sira ichini o'tkazib qo'yishligi mumkin. Shunga bermagan yaxshiroq. Xo'p. Endi qushlarga kashani qanchadan beramiz degan savol ham bo'lishi mumkin. Misol uchun buni Xitoyda qafasi 45-75 qafasda boqaman men qushlarni. Mana shu idishi bo'ladigan bo'lsa, bolasiga qarab turib. Mana misol uchun mana unda hozir 5 ta bolasi bor. Bolasiga bo'lsa, mana idishiga bir 1 santimetrlik to'ldi xolos. Shu 1 santimetr kashani qo'yib qo'yamiz. Bu ham misol uchun bolalar misol uchun xudo xolasi video nuqtasida qo'yib ketaman. Shu bolalar haqida. Bolalar o'zi katta bo'lib qolganligi uchun salgina kashani ko'paytirganman. Bolani ochishi bilan bunday kasha berilmaydi. Jicha-jichadan qisman jicha-jichadan beri o'rgatiladi qushlar. Umuman kasha yemaydigan qushlar bor. Misol uchun mana shu yerda mana hozir shu qushlar bor. Bular kasha yeyishmaydi. Bularga jicha-jichadan beri o'rgataman bo'lmasa. Buni 4 ta bolasi bor. Bunga shunaqa salgina mana makkani dumbillar nimalardan solib bersalaring, xudo xohlasa yaxshi. Buni ham 4 ta bolasi bor. Lekin bunga kechasi mana buyoqda kim nima qiladi? Oq semichka bor-ku. Oq semichkadan beraman. Oq semichkani o'ta zo'r chaqadi. Bunga endi jichchagina kamroq beramiz. Endi kashani yemaydi, qanday yeydi desalaring, ba'da har doim beradigan donimiz bor-ku, shu donni olib qo'yamiz. Agar mabodo qorni bol endi bularga ham Alloh tomonidan bolasiga bir shafqat berilganda, bir qarashlik. Bolasi chaqirganda qorni ochib, ilojsizki haligi narsani yeydi. Mana shu narsani o'rgatsalaring, xudo xohlasa kichkina agar 1 soat 2 soat umuman haligi kun bo'yi bo'lsa, 1 soat 2 soat olib qo'yasizlar shu narsani. Xudo xohlasa nasib bo'lib qolsa, haligi kashani yeyishni boshlaydi. Sekin-sekin bo'lib o'rganib olgandan keyin xudo xohlasa dalshi yaxshi olib ketadi. Nimaga qo'yib qo'ysak, xudo xohlasa nima qilamiz, beramiz. Bolalar misol uchun yaqinda ochdi, 23-da ochgan bo'lsa, hali bolalari kichkina. Bolalari kichkina bo'lib, o'shaning uchun bunga kichkina kamroq beramiz. Kasha berishni kanada turib hammasiga to'lib qo'shamaymiz. Xudo xohlasa nasib bo'lib qolsa, videoni cho'zib ketmasam, bu yerda kasha beradigan qushlarimiz ko'p, xudo xohlasa. Aytmoqchi bo'lgan narsam, bitta pashti kashani har kuni shunaqa qilmayman. Mana bu makkani misol uchun bir kun qo'shsam, bir kun qo'shmayman, balki 2 kun qo'shmasman. Men har safar misol uchun makka bera olmayman nimasida. Asosan misol uchun deylik, tuxum, guruch, pishimoq. Ratsionida har kungi ratsionida har kuni suyga qaynataman. Xo'p, keyin misol uchun vitaminlarga keladigan bo'lsak, misol uchun dushanba kuni emisa bo'lsa, seshanba kuni kalsiy qo'shib beraman. Vital bor, biotik berib bor. Misol uchun deylik, qushlarda ichi o'tib ketib qoladi. Shu paytda biotik berib bersa, misol uchun ichlardagi uzilishlarni to'g'rilaydigan narsa. Kalsium degani bor. Kalsiy bu qushni nimasi? Kalsiy hamma biladi. Xo'p, keyin bog'da Prevital bor. U Prevital qushlarda nimasiga protein deydi-ku. Proteinga ishlaydi. Misol uchun yana bog'da laktan bor ekan, pog'ir degani bor. U immunitetni ko'targani. Xo'p, asosiy beradigan vitaminlarim shu. Yana endi qo'shimchalari bor. Hozir yangi vitaminlar chiqdi lektonda. Ularni ham misol uchun deylik kerak bo'lsa qo'shimcha qilib turaman. Qushlarga endi kashaga berishligi asosiy nimasi shu. Har kuniga jicha misol uchun u misol uchun emisi 150 grammga misol uchun bir qoshiq bo'lsa, qolganlari 100 grammga bir qoshiq.
Aniqgina shu emilsanikida farq qiladi xolos, vallohu alam shunaqa edi. Yana sizlarga nimani aytsam bo'ladi? Bo'ldi, shu xudo xolasa nasib bo'lib qolsa, bugungi shu hozirchalik yana yangiliklar bo'lsa xudo xolasa bo'lib turaman qo'ldan kelgancha.